Assalomu alaykum YouTube qatnashchilari, oshxonamizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yalpizdan chuchvara tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun avval chuchvarani xamirini tayyorlab qo'yamiz. Chunki buni bir 20 minut tindirib, dam oldirib qo'yishimiz kerak. Keyin qolgan jarayonlarni, yalpizni, go'shtni, boshqa tayyorlashni ko'rsataman sizlarga. Endi osh xamirini tayyorlaymiz. Men bir osh qoshiqda tuz soldim. Endi bir osh qoshiqda boyagi semichka yog'ini solaman. Endi tuxumimiz ozroq kichkina uchun men 3 ta oldim. Ikkita solsalaring bo'ladi. Men 2 zola qilyapman. Tuxumni 3 ta oldim chunki bu tuxumimiz kichkina. Endi buni aralashtiramiz ozroq. Suvni ham albatta iliqqina qilib solinglar. Suvni yaxshi suvni solmanglar. Xamir yaxshi tinmaydi, yaxshi damini olmaydi agar sovuq suv bilan bo'lsa. Men 1 kilogramm 2 zo'rada 1 kilogramm un solyapman. Zo'ramiz albatta kattagina bo'ladi. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi xolasalar kichkinaroq zo'rroq qilaman desalar kichkinaroq qilinglar. Endi biz kattagina qildik. Mana yo'lamiz ham tayyor. Endi buni yopibgina tindiribgina, dam oldiribgina qo'yamiz. 20 minutlar tursin, ungacha o'ynagi go'shtlarimizni, yalpizimizni tayyorlab olamiz. Endi chuchvara uchun 700 gram go'sht oldik, mol go'shtdan. Keyin yalpizimiz bor. Albatta ozroq piyoz qo'shamiz. Keyin bunga zira bo'ynagi yalpizni hidi juda ham o'tkir, zira shart emas. Bunga faqat murch bilan ozroq achchiq qalampir solamiz. Salgina ta'mini achchiqroq qilib, endi yana tablaringga qarab ishlatasizlar buni. Solsak yaxshiroq bo'lardi, boshqa ziralarni keragi yo'q. Endi hozir yalpizni maydalab to'g'raymiz. To'g'rab, ozgina bo'ynagi nima qilib, yarim 1-2 minutgina buni pishirib olamiz. Salgina ozroq yog' bilan. Chunki O'zbekistonning yalpizi bo'lsa kichkinagina bo'ynagi shunday go'shtni ichiga qo'shib maydalabgina to'g'rab ishlataverasiz. Bu yerni yalpizlari ozroq kattaroq. Shuning uchun buni albatta maydalab avval to'g'raymiz. Ozgina piyoz qo'shib, kamgina yog' bilan 1-2 minutgina, 3 minutgina, sal yarimgina pishirib olsak, keyin go'shtga qo'shib yo'ramiz. Endi yalpizimizni maydalab to'g'raymiz. Buni kvadrat shaklida uramiz. Buni endi bir marta yana nima qilib kvadrat shaklida uramiz buni. Sal maydaroq bo'lsa albatta yaxshi. Mana bu yerni yalpizlari kattagina, katta. Ham nimasi bo'ynagi bargi ham sal qalinroq. O'zbekistonning yalpizidan ancha farq qiladi bu yerni yalpizlari. Endi baribir shu ta'mi hidi o'zimiz yalpizga o'xshaydi lekin. Endi piyozni to'g'raymiz. Piyozni ham maydalab to'g'raymiz. Endi bunga ko'p ham piyoz qo'shilmaydi. Endi 2 ta piyozni ichiga solsak, bo'ynagi 2 ta piyozni albatta bo'ynagi chuchvarani yuziga piyoz va tomatdan bir sos tayyorlaymiz. Endi oldingi vaqtda piyozlarni katta-kattagina to'g'rab,
bir gelen yo'q bilan piyozda qilardilar. Hozir endi hozirgi bolalar ham, hozir yoshlar ham endi bunday yog'liq nimani yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun yaxshilabgina bir tomatdanmi yoki pomidor bilanmi piyoz qo'shib bir sous tayyorlaymiz. Yaxshigina sous ustiga bo'ynaga qo'yishga, chuchvarani ustiga qo'yishga. Maydalab shu kvadrat shaklida uramiz. Mana yalpizimizni ham maydalab to'g'radik, piyozimizni ham maydalab to'g'rab oldik. Endi salgina bir kamgina yog' bilan salgina yarim pishiramiz. Uncha ham pishirib yo'g'irmaymiz. Ozgina yog' solamiz. Yog'ni ko'p ham solib yubormanglar. Bo'ldi. Ozgina yog' soldik. Yog'imiz ozroq qizisin. Piyozni soldim. Hammasini solmayman, ozrog'ini go'shtga aralashtiraman. Ozroq qana tuz soldim. Chunki bu ko'p ham tuzni ko'tarmaydi. Ozroq murch. Endi ozgina qizil qalampir qo'shdim. Endi bu tablaringga qarab, qo'shlaringga qarab, achchiqni yaxshi ko'rsalaring, ko'proq qo'shsalaring mayli. Endi yalpizni aralashtiraman. Ozroqgina bir 5 minutgina buni bir taf beramiz. Salgina ko'p pishirib ham yubormaymiz buni. Salgina yarim pishirish. Mana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Yalpizimiz tayyor. Uncha pishirib yubormadik. Endi buni sal sovuq tursin, ungacha go'shtni tayyorlaymiz. Endi go'shtimizni tayyorlaymiz. Yalpizni o'zidan chuchvara tayyorlasa ham bo'ladi. Endi bolalar ko'pincha yaxshi ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun bizlar ozroq go'sht qo'shamiz, yana ta'mi boshqacha bo'ladi. Endi go'shtimizni aloyda tayyorlaymiz. Yalpizni aloyda tayyorladik. Endi ozroq sovuq tursin, birdan issiq qo'shmaymiz. Endi go'shtni tayyorlaymiz. Go'shtni ham endi tablaringga qarab, albatta tuz sepasiz, tuz solasizlar. Tuzni ham tabga qarab. Unga ham ozroq achchiq qalampir soldim. Ozroq murch soldim, solaman. Murch soldim, tablaringga qarab. Endi ozroq piyoz solib, buni ham go'shtni alohida tayyorlaymiz. Keyin yalpizni aralashtiramiz. Mana yalpizimiz ham sovdi. Albatta uni issiq solmanglar. Endi go'sht bilan aralashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Go'shtlik yalpizimiz tayyor. Endi ozroq yog' solamiz. Bo'ynaga chuchvaramiz uchun endi bir sous tayyorlaymiz. Albatta yog'ini ham ko'p solib yubormanglar. Bo'ldi. Ozroq yog' qizisin. Ozroq tuz solamiz. Ozroq murch ham solib yuboramiz. Ozroq achchiq qalampir solamiz. Bizlarning bolalarimiz achchiqni yaxshi ko'radi. Endi salgina piyozimiz salgina nima bo'lsin. Keyin men bitta pomidor endi hozir aprel oyi pomidorlarning ham uncha ta'mi yo'q.
Ben bitta pomidorni po'stini olib, keyin maydalab to'g'radim. Pomidor bo'lmasa, tomatni o'zini solsalariga ham bo'laveradi. Endi uyda pomidor bo'larkan, men bitta pomidor ham soldim. Lekin pomidorlar hali uncha ta'mi yaxshi emas. Ta'mi uncha nima emas, shuning uchun men bunga ozroq tomat ham qo'shaman. Bo'ldi, endi men pomidorni ham solaman. Hozir aprel oyi, pomidorlar hali uncha ham ta'm bergan emas. Endi bunga tomat ham qo'shamiz bunga. Endi bunga ozroq tomat ham qo'shaman. Bu sousimiz tomatlik sous bo'lsa yaxshi-da. Endi keyinroq bo'lsa dimlabgina qo'yamiz, ozroq pishsin. Keyin oxirida 5 minut qolganda keyin bo'ynaga petrushka solaman ozroq. Oxirlab qoldi, endi petrushkamizni ham solamiz. Ozroq suv solamiz endi. Ozroqgina suv soldim. Qaraydi 5 minutga xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana xamirimiz ham damini olib tayyor bo'ldi. Endi buni yoyamiz. Go'shtimiz tayyor. Go'shtimiz bilan endi xamirimizni yoyamiz. Un sepib yoyinglar yoyayotganda mana yoyilib qoldi. Xamirimiz ham tayyor. Endi kesamiz. Endi buni kesamiz, xamirimizni. Mana chuchvaralarimizni ham xamirlarni kesdik. Endi solamiz. Chiroyli chuchvarachalar bo'lyapti. Salgina bunday nima qilib. Endi chuchvaralarni ham qaynatamiz. Endi bunga tuz solamiz. Suvimizga chuchvaramiz ham pishdi. Chuchvarlarimiz qaynab tayyor bo'ldimi? Keyin bir bakal sovuq suv solib yordim. Qaynashdan to'xtadi. Ham ko'p ezilib ham ketmaydi keyin. Mana chuchvaralarni ham qaynatib bo'ldi. Ana endi achchiqna qilgan sousimizni ustiga qo'yamiz. Mazzaligina bo'ladi-da bu bilan. Mana chuchvaralarni ham qaynatib bo'ldik. Juda ham ajoyib bo'ldi. Oshxonamizda ham yalpizda izdi bosdi o'zi. Souslar ham achchiqna souslar, juda ham yaxshi bo'ldi. Endi sizlar bilan xayrlashib qolaman. Ilohim dunyo tinch bo'lsin, yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rishishni Alloh mehribonim nasib qilsin.
E'tiborlaring uchun rahmat. Albatta bitta kommentariy yozish ham, like bosib qo'yishni ham eslaringdan chiqarmanglar. Oldindan sizlarga rahmat aytib qo'yaman.